Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun videomiz Redmi 15 telefoni haqida bo'ladi. Bu telefonimizda hozirda bozorda narxi $170 atrofida sotilyapti. Shu telefonimizni hozir yaqindan tanishtirib o'tamiz. Boshladik. Bismillah. Telefonimizni ichida har doimgidek Redmi'ning o'zini chexoli bor. Zavodskiy chexol olish shart emas. Quvvatlagichni ham ko'ramiz. Quvvatlagich mana 33 vatlik quvvatlagich qo'yilgan ichiga. Telefonimizda o'ziga keladigan anchagina katta telefon, qo'lga ham ushlaganda bilinadi, og'irroq. Bu menimcha shu batareykasi 7000 amperli batareyka qo'yilgan. Shuni hisobiga bo'lsa kerak, kattaroq batareykali uchun ko'pchilik qidirib yuradi. Bilasizlar, oldin mana telefonlar 5000 amperli bo'lgan bo'lsa, hozir mana bu telefonimiz 7000 amperli batareyka. Men hozir endi telefon bilan tekshirib ko'rdim. Menimcha shu eng bitta shu ustunlik tarafi shu batareykasi deb o'yladim bu telefonni, chunki boshqa ustunlik taraflarni ko'rmadim. Shu kimga masalan shu batareykasi kattaroq, zaryad ko'pga yetadigan telefon kerak bo'lsa, shu telefonni xarid qilsanglar bo'ladi. Telefonimiz mana orqa tarafi hammasi plastikdan qilingan. Mana 3 ta kamera qo'yilgan. 3 ta kameramiz 2 ta ekan, bittasi mana shunday uzun doira qilib qo'yilgan, lekin kamerasi yo'q ichida. Mana 2 ta kamera. Telefonimiz kamerasi 50 megapiksellik kamera, oldida 8 megapiksellik kamera qo'yilgan. Telefonimizning ekraniga keladigan bo'lsak, IPS ekran, AMOLED ekran emas. O'sha bilsanglar, IPS ekran xiraroq bo'ladi. Ko'pchilik shu IPS ekran ham xohlaydi. Mana AMOLED ekran yarqiroq bo'ladi, yorug'i kuchliroq bo'ladi. Ko'pchilik ko'zim og'riydi, shu IPS ekran yaxshiroq deb IPS ekran ham oladi. Kimga shunaqa IPS ekran xiraroq ekran xohlasa, mana shu telefonni olsanglar bo'ladi. Ekrani IPS ekran qo'yilgan. Ramkalarga keladigan bo'lsak, mana chetlari qalinroq, tepasi ham qalinroq, pastiga mana yana ham qalin. Endi puliga yarasha menimcha $170 ga endi bundan ham yaxshi telefonlar bor. Hozir masalan Note 14 telefonni o'sha protsessorlari ham kuchliroq bunga nisbatan. Endi buni o'sha ustunlik tarafi shu batareykasi, asosiy shu batareykasi uchun olsanglar bo'ladi menimcha. Telefonimizda protsessori Snapdragon 685 protsessor qo'yilgan. To'g'ri, o'sha protsessor o'sha o'zini davrida endi chiqqan vaqtda, endi shu necha yil, 3 yil, 4 yil oldin chiqqanmi endi bilmadim. Shu vaqt chiqqan vaqtda o'rta hol protsessor hisoblangan. Endi juda kuchli ham dema, o'sha o'rta hol protsessorda u yaxshi telefonlar, qimmat telefonlarga qo'yilardi. Hozir endi kundan-kun yangi protsessorlar chiqib ketyapti. O'sha hozirgi yangi chiqqan telefonlarga qo'yiladigan eng oddiy protsessor qo'yilgan. Hozir bunaqa chiqqan protsessorlar bor, undan ham oddiyroq protsessorlar, lekin yangi chiqqan telefonlarga u protsessorlar qo'yilmaydi. Hozirgi mana chiqadigan telefonlarga eng oxirgi eng oddiy protsessor mana shu hisoblanadi. Snapdragon 685 protsessor. Bunda shu 685 protsessor qo'yilgan. Shuning uchun ham hozir e'tibor qilsanglar, ko'pchilik mana shu Redmi 15 larga ko'p e'tibor qilmaydi. Note olishadi, ko'pchilik harakat qiladi. Note'lar baribir kuchli chiqqan. Bularga nisbatan o'sha Redmi 13, o'sha Redmi 15 ham mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, bunday kuchli telefon emas. Ular oldinlar to'g'ri kuchli chiqqan bo'lishi mumkin. Hozir bilmadim, men hech ustunlik jihatini buni sotib olishiga bir nima deydi, shu batareykasidan boshqa narsasini ko'rmadim. Lekin puli qimmat, bilmadim nima uchun. Bundan ko'ra 15 ta ham yaxshiroq chiqqan menimcha. Hozir rasmini tekshirib ko'ramiz. Rasmi mana o'ziga yarasha. Mana e'tibor qilsanglar, mana o'tishib olib qoldi. Shu Samsunglarda ham xuddi mana shunaqa 50 megapikselli kamera qo'yilgan. Lekin ularni yaqinroq olsanglar, o'sha mana shu o'tlarni ham tiniq ko'rsatib beradi.
Mana buni olaylik. Buni yaqin qilsanglar, mana o'tlar уже tushib olib qolgan. O'zlaringiz baho berasizlar mana. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Endi puliga yarasha 50 megapikselli kamera qo'yilgan. Xo'p, videosini tekshirib ko'ramiz. Videosida mana HD va Full HD hech qanaqa 4K yo'q, 60 FPS ham yo'q. 30 da ekan. Bunaqa hech qanaqa avtostabilizatsiya funksiyalari ham yo'q. Oddiy o'sha Redmi arzon Redmi'larga qo'yiladigan har doimgi oddiy kamera qo'yilgan. Xo'p, yana nima haqida aytib o'tsak bo'ladi? Telefonda IP64 himoyalangan himoyasi bor. Bu o'sha changdan va yomg'irdan himoya qiladi. Kuchli himoya hisoblanmaydi. O'sha chang bilan yomg'irdan himoya qilib beradi. Telefonimiz 144 GHz da ishlaydi. Bilmadim, shu 144 GHz da u qanday oddiy protsessorga qanday ishlaydi, lekin ishlashi tez, to'g'ri. Nima deyish mumkin telefon haqida umumiy aytsak? Telefon to'g'risini aytaman, menga unday yoqmadi. Endi ishlatishga arziydigan faqat o'sha batareyka, yana aytaman, batareykasi uchun olsanglar bo'ladi telefonni. Boshqa ustunlik tarafini ko'rmadim. Undan ko'ra shuni ustiga ozroq qo'shsalar, Redmi Note 14 olsanglar ancha yaxshiroq, bunga nisbatan protsessorlari, boshqa tomonlama hamma narsalari ustunroq. O'sha batareyka agar ko'proq ketsin desanglar, olib ishlatsanglar bo'ladi. Protsessor oddiy qo'yilgan, kamera 50 megapikselli kamera, o'ziga yarasha eng oddiy anavlar qo'yilgan. Nima eng oddiy kamera, o'sha hech qanaqa 4K hech qanaqa unlari yo'q, narsalar. Katta telefon, 6.9 dyumli ekran. O'zi telefonni ham qo'lga ushlasalar bilinadi, juda ham katta ko'rinishda. Ko'pchilik menga birdan bilindi. Men o'zim kichkina telefon ishlatishga harakat qilaman. Bu juda katta ekan qo'lga ushlaganda. To'g'ri, birisi shu 33 vatli batareykasi bor, o'sha o'zini obloshkasi bor. Kimga yoqqan bo'lsa, mana aka xarid qilsanglar bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.